Alloh taolo aytadi, kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirar. Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar bekilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Boshqa tutib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Mana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'r o'tib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Meni ham qilib ko'raychi, bo'lmadi. Meni qilib ko'raychi, bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'q. Nima qilish kerak shunda? Mana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak, birodarlar. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarning ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa,